Aka assalomu alaykum. Mana shu ishlashni bersangiz 500 ming so'm pul berib yuboraman, aka. Mana shunimi? Mana shuni yeysiz. Bemalol aka, 100 talik yeb beraman. Aka, studentmisiz? Da studentman. Ismingiz kim? Shahzod. Shu videoni Shahzod degan bolaga tashlab qo'yinglar. Dinozavr hot-dogimizni ishlatishni bersalar 500 ming so'm pul berib yuboramiz. Ishlatishni yeb qo'ya olasizmi? Da aka, bemalol ko'zim yetadi. Davay, aka, endi ketdik. Studentlarga yomon bo'ladi deb boru yeb tashlaydi bu narsani, boru. Ketdim, mana birinchisini ko'ramiz. Davay, Shahzodga podдержка berib turamiz, davay. Kommentariyaga Shahzod deb olovchalar tashlab qo'yaylik. Ketdi, birinchisi ketdi. Suv beraymi, aka? Student bolalarga suv berib yuboraylik. Ketaman, ikkinchisini ko'ramiz, davay. Qatorda ishlash kerak, Shahzod. Yaxshi. Aldab tashladingiz-ku. 3 marta tashladingiz. Mayli. Bonus sizga, aka. Studentlarga bonus. Yotoqxonada yotasizmi, aka? Da aka. Da, tushunamiz. O'zimizdan yotoqxonada yotganmiz, chunki o'zimizdan student bo'lganmiz-da. Uchinchisini ko'ramiz. Oxirgi tishlash, aka. Tiqib olish kerak hammasini. Davay. Va, afsuska qolib ketdi, to'g'ri. Ishlashda student bola ham yeyolmayapti. Kim yeb qo'yishi mumkin bolalar o'zinglar aytinglar. Yaxshilab harakat qilsa yeb qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi aka. Nimaga yeyolmaysiz, aka? Keyingi safar endi. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lib qolishingiz mumkin. Ko'chada ko'rib qolganingizda kameradan uyalaman, meni olmanglar deb iltimos отказ qilmanglar. Mana shu hot-dogimizni ushlashni bersalar 500 ming so'm pul berib yuboramiz. Shu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar.